Raqamlarga, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. 300 kilovatgacha sotayotgan bo'lsa bir kunda, quyoshli kunlarimizda. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Farg'onada bu xonadonga 50 kilovatli quyosh panelsini o'rnatib berdik. 167 million so'mga Longi Haymo Exxon panellari va 2 dona DEA 25 kilovatdan o'rnatib berdik. Bular kelib o'rnatib ishga tushirib berishdi. Narxi 167 million so'mga tushdi. Ko'rsangiz bo'ladi, shu tarzda o'rnatilgan. Mana janubimiz bu tomonda, janubga qarab turibdi. Xudo xolasa shu tarzda o'rnab yoki 3 ta yana dizayn tushgan. Tomimiz yetmadi, nari tomga o'tishga harakat qildik. Keyin boshida buzilgan uyimiz bor dedilar. O'shanga o'sha uylarga daja tomlarga o'rnatib bermadik. Tushda keyin olib olib turinglar, men uyimni qurib olay, boshqadan qilib yana pul berib o'shaning uchun agar quyosh panellar kelsa, buzilgan uylaring mana shu 1-2 yilda buzilib ketgan bo'lsa, mana shu tomni ishlatmasalaring yaxshi bo'ladi. Shtobi men buni buzaman desalaring yaxshi bo'ladi. Hozir bu yerda endi panellarimizni shu tarzda o'rnatdik. Krepnelarimiz profil ugonlardan foydalanib shu tarzda o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa ko'z tegmasin, chiroyli chiqqan, 3 qator qilib o'rnatilgan. Xudo xolasa hozir endi pastga tushib invertorlarimiz o'sha ikkita 25 kilovatdan DEA invertorlarimiz qaysi tarzda o'rnaganini ko'rsatib o'tamiz. Mana pastga ham tushib oldik, shu tarzda o'rnadi. Bu yerda hozir biz o'rganib chiqdik-da, buni qanday ishlaydi invertorlarda. O'rganib chiqsak 50 kilovatli quyosh paneli uchun 50 kilovatlik invertorlarimiz jicha nagruzka bilan ishlashini nima qilib, buni keyin ko'pchilikga hozir maslahat beryapmiz. Ikkita qo'yish, ya'ni bitta 50 kilovatli emas, ikkita 25 dan qo'yib, nagruzkani ikkiga bo'lib yuborish yaxshi ishlaydi shunda. Bitta qo'ysa ham bo'ladi lekin. Xo'p, shunday qilib montajchi bolalarimiz qo'lida ko'mas shunaqa berishibdi. Mana kelib ko'rsating-da. Bittasini ko'rsataman. Xo'p, DC avtomatlarimiz, chaqmoqdan himoya variantlarimizni shu tarzda chiroyli qilib o'rnatib berishibdi. Tepada ham xuddi shuni takrorlab qo'yilgan. Mana shunday shu tarzda qilib berilgan. Xo'p. Ikkita invertor narxi birozgina qimmat bo'lib qolishi mumkin. Lekin aytib o'tganimdek, videoda boshida aytganimdek 167 million so'mga tushgan bu xonadonga. Demak, hozir men ishlab chiqarishlarni ko'rsataman. Keling. Mana. Bunimiz yarmi 10 kilovat tushib turibdi hozir soat 4. Soat 4 dan keyingi quyoshimizcha kuchi yo'q. Mana chiqing, tepani yoqib beraman. Mana 2 kilovat, 11 kilovat ushlab turibdi. 10-11 kilovat 4 dan keyin shu tarzda o'ynab ushlab turibdi. Bu pikoviy mahali soat 11:30 dan 12 gacha 4 dan keyin o'sha quyosh qaytgan bo'ladi. Keyin menga kelingdan ko'rsataman. Xo'p, shuni ko'rsam bo'ladi. Hozir mana sizlarga men ko'rsatib o'taman. Mana bu yerdan ko'rsam bo'ladi. Mana pastga tushib turib, pastga tushsalaring, mana ushlab turgan joylari, PV'larini ko'rsatadi. Bu yerda hozir mana totalini ko'rsatamiz. Mana bugun o'zi mana shu bitta pastdagi mana 143 kilovat, общий уже 7845 kilovat sotib qo'yibdi bu. Demak, bugungi 143 tepani ham hozir ko'rsataman. Hop, tepada ham mana sanalar turibdi. Mana 145, 143. Xo'sh, bu degani 143, 145 deganlarimizda 280. Hop, 288. Mana 288 kilovat общий sotib qo'yishgan bugun. Xo'p, bugun hali yana 4 bo'lib, hali yana sotadi. Bu xudo xolasa soat 7 gacha sotadi. Uncha ko'p bas, lekin sotadi. Agar yana bir aytib o'taman, 300 kilovatgacha sotayotgan bo'lsa bir kunda, quyoshli kunlarimizda
bu yaxshi qo'yilibdi. Agar 320 dan ziyod chiqayotgan bo'lsa quyoshli kunlarda, demak sizni panelingizni o'ta to'g'ri qo'yilgan, graduslar to'g'ri kelgan, tomingiz to'g'ri kelgan, sizlardagi iqlim to'g'ri kelganidan 320 kilovatdan yuqori sotilsa, bu ko'p faktorlar to'g'ri qo'yilganligi, to'g'ri o'rnatilganligidan dalolat beradi. Xo'p, kimga shunaqangi quyosh paneli o'rnatish kerak bo'lsa, raqamlarga, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammaga.